Mesela qanday yaxshi hozir vaqtinlar xayrli bo'lsin. Mablag' silish xatarlik, mablag' sog'an chaqda ehtiyojchan bo'ling, ham o'zingizga xos uslubda mablag' silishni o'rganing. Men ismim Farhod, bugungi bu iqtisod qonun kenglarni qizg'in qarshi olaman. Bugungi tema bo'lsa, men sizlarga 6 xil ham oson, ham ishtik o'yiningki shu o'simni to'lab qilgan usulni sizlarga deb beray. Boshda biz qarab qo'yaylik. Biz odatda o'y olgan chog'da, masalan 600 minglik dollarlik o'yini 20% ni boshda to'ldingiz. Andan keyin 100 ming dollarni o'zingiz to'lab, 500 mingni bankdan qarz oldingiz. 500 mingni. Andan keyin hozir butun dunyodagi markaz banklariniki o'simni tushiryapti. O'simni tushirgan chog'da bu o'ylarniki o'simni tushdi. Burun bir 5-6 yildan oldida bizning Avstraliyaniki o'yiniki o'simi 5% lar atrofida. Hozir bag'ansiri tushib 4%, 3% tushib, hozir 3%dan 2,5% atrofida. Bu odatdagi to'lashda fixed rate ninki texnik tuvan, fixed rate mek keyin ayrim bir video qilib so'zlab beray, lekin fixed rate men o'zim shaxsan ancha yaxshi ko'rmayman. Shuning bilan agar siz bu biz hozir bu 3% deb turaylik. 500 mingni to'lash uchun birinchi sizlarga tavsiya qilgan usulim to'lganda oylik, yo bo'lmasa 2 haftalik, yo bo'lmasa 1 haftalik qilib o'sim to'laymiz. Andan keyin bizga o'sim qaytgan vaqtida, bizni o'simimizni yana bizga chaplab bergan vaqtida odatda har bir oylikda bir chaplab berdi. Bankninki. Shuni men sizlarga tavsiya qilganim amal bor. 1 haftada bir to'lang. Hargizmi 2 haftada yoki oylik qilib to'lamang. Bunda to'lganning qanday foydasi bor degan chog'da siz agar bir yilliknikini to'lgan bir yilliknikini baslash tursangiz, oylik bilan 2 haftaliknikida, ma 1 haftaliknikida balkim 100 dollarlar atrofida jiqroq to'laysiz. Agar ma oyliknikida 1800 dollar to'lagan bo'lsangiz, 2 haftaliknikida 900, ma'noda 450. Lekin bir yildan keyin qarasangiz, ma 1 haftaliknikida 100 dollarlar ortiq to'lagan bo'lsiz. Qanday kunda bo'ldi degan chog'da, albatta oy degan 30 kun bo'ldi, 2 hafta degan 2 hafta degan 28 kun, 1 hafta degan 28 kun, shunaqa yillik nim qilsangiz, sal jiqroq to'laysiz. Albatta buniki qanday foydasi bor degan chog'da, ma'u persenti siz 500 mingniki persenti agar siz oylik to'lsangiz, 1800 dollar to'layotgansiz birinchi oyda, bu qancha pul qoldi? 498.200 dollar qarzingiz qoldi. Andan keyin mushuk pulingizga 3% hisoblab, yana sizga choplab berdi. Bu chog'da bu pulingiz yana 499.500 lar atrofida bo'lib qoldi. Andan keyin siz mushuk pulingiz qancha oz bo'lsa, sizga ma'u o'simi qaytgan puli texmo ozroq bo'ldi. Agar ma'u pulingiz 200 ming dollar bo'lsa, sizga necha ming dollar qaytmaydi, balkim necha yuz dollar sizga chaplab qaytarib berdi. Shunaqa qancha jiq to'layotsangiz, sizga osonroq bo'ldi. Buniki foydasi siz eng oxirida ko'rsangiz, hozirgi 3% lar atrofida hisoblasangiz, siz 4 yil burun to'lab qilsiz. 30 yildan keyin 30 yil emas, balki 26 yilda to'lab qilsiz. Ma birinchi usul. Ikkinchi usul bo'lsa, ikkinchisi mayli siz oylik, 2 haftalik yo 1 haftalik qilib to'lang. Meniki tavsiyalarim sal jiqroq to'lang. Har oyda sal-pal jiqroq to'lang. Masalan, o'zingizningki amalda turmushingizga bak cho'ng ta'sir qilmaydigan, bisim qilmaydigan qilib o'zingizda ortiq pul bo'lsa, mablag' sog'idagi ozroq pul ishib qolsa, shuni men mablag' sog'atma degan ko'z qarashda sog'singiz bo'ldi. Hargizmi turmushingizga bisim bo'lib qolmasin, chunki u bisim sizga boshqa taraflardan jiq ta'sir qilib qoldi. Savdongizga ta'sir qilishi mumkin, zehningizga ta'sir qilishi mumkin, anaki ibchorangizga, oilangizga, boshqa a'zolarga, kishilarga ta'sir qilib qilishi mumkin. U ancha menimcha muvofiq emas. Agar sizga muvofiq bo'lgan jihatda ozroqdan, masalan 1800 dollarni 2000 dollar, 900 dollarni 1000 dollar, 450 dollarni 500 dollar qilib to'lasangiz bo'ldi. Agar bundan misal jiqroq to'layoladigan qurboningız bo'lsa, sal jiqroq to'lasangiz bo'ldi. Ham hozirmi bo'libmi
uyiniki bahasida davomli o'sayotgan davrda sal jiqroq to'lsangiz hech nima bo'lmaydi deb qarayman. Beshida bakchiq qarzingiz bo'lgan vaqtida amalda ishtik buni azaytirgan ishni qilsiz. Agar bu pulingiz 100 ming dollarlar qolib qolgan bo'lsa, o'chada aldirmay to'lsangiz bo'ldi. O'chada sizga texnik foyda olib keldi. Ma'lum usulda balkim bu yerda siz 6 yildan 8 yillar burun to'lab pul olasiz. Ham sizga balkim 100 ming dollarlar az odatki sizin 100 ming dollarlar az to'lagan bo'lsiz. Sizga az ma'u nima o'sim sizga azroq qaytgan bo'lishi mumkin. Chunki siz 500 ming dollarni o'sim olgan bilan lekin 30 yildan keyin balkim 850 ming dollarlar to'lashingiz mumkin. Agar siz ikkinchi usulni qo'llansangiz balkim 750 ming dollarlar to'lashingiz mumkin. Shunga men 100 ming dollarlar az to'lashingiz mumkin, ham ishtigrak tugaydi demoqchi. Uchinchi usul bo'lsa, sotqichlar xatarni ko'rib, yuzingizni sal qilin qilib, qanday qilsiz? Shu bankingizga telefon qilsiz. Men buni chiqdim qilgan. Bu nayt yaxshi amal, nayt yaxshi usul. Jiq odamlar shunday qildi boshqa millatlarda. Biz bu cho'qim o'rganishimiz kerak. Sal yuzimizni qilin qilib, nima deymiz degan chog'da meniki shu birinchisi, meniki yaqinda turmushim sal qiyinchilik bor. Men shu o'simni sal vaqtida to'layolmayman, taqib turman. Menga amal qilib beramsiz degan vaqtida ular nima deydi? Unda olsa sen azroq to'la deydi. 1800 koy to'lama, biz azroq qilib beraylik, 1600 koy to'la deydi. Siz onada asta deb qolsa, yo'q meniki yanla baldiroq to'layotgan ba, buni nim azaytayotganim yo'q. U chaqda menga teximijiq bisim bo'lib qoldi, menga teximijiq o'sim teximijiq kelib qolgan bo'lib qoldi, keyin turmushim texim ta'sir qildi. Amal bor shu nima deysiz? Men o'simni menga tushirib bergan bo'lsang, o'simimni azroq tushirib bergan bo'lsang deb so'zlaysiz. O chaqda bo'ldi biz qarab boqaylik deb, balkim buni 2.8 degandek yerlarga tushirib berish mumkin. Bunda desangiz bo'ldi. Bo'lib hozir men u virus vaqtida, pandemik vaqtida men pandemikda azroq qiyin qoldim deb ashtaroq desangiz bo'ldi. Amal bor bakmijiq yolg'on gap qilmay. Ikkinchi usul bo'lsa, agar siz yaqinda turmushingizda rost qiyinchilik ham xizmatlaringizda uncha o'ng'aylik emas, savdolaringiz yaxshi emas bo'lsa, mush ikkinchisida telefon qilib, meniki shu savdam ancha yaxshi emas, virus andamanda men xizmatimdan ayrilib qoldim, yo bo'lmasa meni ayolim xizmatimdan ayrilib qoldi deb amal bor yolg'on so'zlamang. Chunki yolg'on so'zlasangiz agar kelgusi bu bayqilib qolsa, keyingi sizning inovatingizga ta'sir etadi, texnik boshqa ishlaringizga ta'sir etishi mumkin. Keyin uy oldidan texmo o'sim oldigan vaqtlarda o'sha chog'lar ta'sir etishi mumkin. Aynan keyin uchinchisi, yana nima desangiz bo'ldi? Bu shunda oddiy telefon qilib, shu o'simning nimasini nisbatan sal tushirib bergan bo'lsanglar, chunki menga yana bir banka telefon qildi. Menga rasm qilsam, ba'zan banklar telefon qildi. Telefon qilib, o'simning nisbatini tushirib beramiz, sen biz bilan refinance qilamiz deb. Refinance deydi, qaytadan o'sim elishtamdiq, qaytadan o'sim olamiz bizdan deb. Ba'zan chog'da chet elning bankalari menga telefon qildi. Bizniki beradigan nisbatimiz 2.5 degandek shunda odamni jalb qilg'idek nimalarni berdi. Ananiki men aldirablar ularga kirish ketmayman. Ular ba'zan chog'da nima deydi? Sen biz bilan qaytadan shu o'sim olsang, anandan keyin biz sana 4000 dollar ya 5000 dollar qulonga naqd pul beramiz deb bunda qiziqtirganlar bor. Lekin bularni yaxshi hisob qilsangiz bo'lmaydi. Ba'zan chog'da uni sizga ziyon kelib qolgan ishlar bo'ldi. Cho'qim yaxshi hisob qilishingiz kerak. Ananki men o'zimning bankam telefon qilib, mushta bir bank telefon qildi menga, mushta 2.5 uni cho'qim rostini deyishingiz kerak. Hargizmi yog'alatdan 2% dedi menga ya 2% dedi deb bak oshirib etsangiz, ularga sal ishonmaydi. Chunki ularmi bozorni akvalni qildi. Cho'qim amal bor rostinidan salpal tushirib bergan, salpal to'arak yeridan. Lekin sizlar mushunga o'xshash match deymiz. Mushunga o'xshash nisbatda qilib beralamsizlar. Men mushta o'ylashyapman desanglar, u chog'da u bank sizning bankingiz siz bu xaridoringizni yo'qotib qo'ymaslik uchun amal bor shu nisbatga qilib berdi.
Bu shunday yaxshi amal. Shu meni mag'bira bank telefon qildi. Mundaq 2,5% nisbatni qilib beramiz dedi. Sizlar ham ashunga o'xshash match qilib beramizlar deb so'rab baqsanglar. Ularmi o'ylashib shunga o'xshash qilib berdim. Amal va o'zinglarning bankingizda tursanglar texnik yaxshi. To'rtinchisi, abay qilmam yerda degandek refinance. Boshqa banklar bilan refinance qilish. Refinance hamda lekin bana shu nimlar qaraydi degan chog'da uyingizniki hozirgi bahosini qaraydi. Andan keyin siz necha pul to'lab bo'ldingiz, necha pul qoldi. Masalan, siz 500 ming dollarlik o'sim olgan, biz necha yil to'lab 100 ming dollarlar to'lab bo'ldingiz. O'simlar bilan qo'shib o'zingiz balkim 150 ming dollar to'lagan bo'lishingiz mumkin. Andan keyin o'zingizda hozirgi siz 600 ming dollardan olgan bu uyni, lekin necha yil o'tgandan keyin bu 600 ming dollar turavermaydi. Balkim 700 ming dollar o'sgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan ashlarning hammasini hisoblab, uyingizdagi bahosini chiqarib olib, qolgan yerini, ya'ni miyada ishib qolgan yerini siz 100 ming dollar to'lab qo'ygan bo'lsangiz, 400 ming dollarni qaytadan o'sim berdi. 400 ming dollarga biz yangidan 3% emas, balki 2,5% atrofida o'sim berdi. Shu yerlarga yaxshi qarishingiz kerak. Lekin menimcha agar siz hozir mush necha yilning ichida uyingizni sotmasangiz, sotmaydigan planingiz bo'lmasa, balki 10-15 yildan keyin yo 20 yildan keyin sotaman, yo menga sotmayman degan idealingiz bo'lsa, bularga qarab yursangiz bo'ldi, u pek muhim emas. Agar sizga yaxshi foyda qiladigan ish bo'lsa, tuvan o'sim, andan keyin qo'lingizga naqd pul keladigan ishlar bo'lsa, refinance qilsangiz bo'ldi. 5-inchisi refinance. Lekin sal o'xshamaydi. 5-inchisi qanday refinance degan chog'da men 4-inchisini dedim. Siz hozirgi bankingizdagi ishib qolgan yerini 400 ming dollar qilib qolgan bo'lsa, shu yerni boshqa bank bilan refinance qilib, o'sha bankka texnik to'larak nisbatda o'sim bersa, yo bo'lmasa qo'lingizga sal naqd pul bersa, sizga sal foydasi bo'lsa, shuni qilib refinance qilsangiz bo'ldi. Lekin mana 5-inchisi refinance qanday refinance degan chog'da, masalan, siz 500 ming dollarni to'lab 20 yil to'lab bo'lgandan keyin 100 ming dollarlar qoldi. 100 ming dollarlar to'laydigan yer qoldi. Undan keyin siz o'zingizning bankasiga, yo bo'lmasa boshqa bank bo'lsa bo'ldi, o'zingizning bankasiga men shu uyimni qaytadan refinance qilmoqchi. Hozir bu uyimning bahosi 800 ming dollar. Men buni to'laydigan yeri 100 ming dollar qoldi. Shuninga men 700 ming dollarni qaytadan refinance qilmoqchi desangiz, aniki bankka o'ylashib ma'qul deb sizga qo'lingizga 700 ming dollar berdi. Andan keyin siz bankka qancha pul qarz bo'lsiz? 800 ming dollar qarz oldingiz. Texmi tuvan nisbatdagi masalan yana 3% deb turaylik. 3% nisbatdagi o'sim elib 800 ming dollar qarz oldingiz, lekin qo'lingizga 700 ming dollar kirdi. Bu qaytadan o'sim elish. Aynan keyin bu 700 ming dollarni elib nima ish qilsiz? Boshqa sizga ishonchliroq ham bexatar texnik mablag' kirim qila oladigan yerga mablag' solsiz. Masalan, paychak bozori. Stock marketlarga odatda eng ishonchli bexatar, masalan, S&P 500 larga mablag' solsangiz, mushu 10% kirim qila olasiz yilga. Ba'zan yillar tuvan bo'lsa, ba'zan yillar yuqori bo'ldi. Sal-pal xatiri bor, lekin jiq xatiri yo'q. Mening deganim bu 700 ming dollarni elib, xatarlik ash yangidan taraqqiy qilayotgan paychaklarga yo bo'lmasa kriptolarga mablag' soling deganim emas. Bunday qilsangiz texnik xatar bu 700 ming dollarni masalan sizlarga tavsiya qilib kelgan, hargizmi qarz elib turib mablag' solmang. U bexatarlik. Agar pullaringiz hammasi ziyon tortib qolsangiz, sizga bir ömür cho'ng shu ta'sir qilib qoldi deb kelgan. Lekin men hozir miyada nimda buni tavsiya qilmaydigan chog'da eng bexatar holda 10% lik kirim qila olsangiz, siz miyada 3% ham bu meniki tavsiyalarim nimish bunday degan chog'da o'yiningki shu o'sim nisbati boshqa narsalarga qaraganda chog'da eng tuvan. Masalan, mashinani o'simga olsangiz 7% lar atrofida. Qalayim qoldi, kechiringlar, 7% lar atrofida. Agar siz biraz soda qilib, soda korxonani ichib,
so'diningki o'simini olsangiz 10% atrofida. Agar siz shaxsiy bundaq o'sim olsangiz balkim 12%. Ham siz hargizmi bularning hech qaysisi 700 ming dollar ololmaysiz bankadan. Bundan nurg'un necha million pulingiz bo'lgan bo'lsa, shunchalik ishonchingiz innovatingiz shuncha yaxshi bo'lsa, balkim ola olasiz. Odatda nurg'un odamlar ololmaydi, 700 ming dollar ilish shunchalik tez, unda oson emas. Bu uyninki refinance'da ilish shunchalik oson. Qolgan narsalar qaraganda ham bu nimasi o'sim nisbati shunchalik tuvan. Shundaq-ku. Andan keyin sizga balki yana 30 yil vaqt ketishi mumkin. Buni to'lashga, shuni men bu yerda darsimni shu qandaq shu o'yinning o'simini tezroq to'lab bo'lish. Shunaqo, men 100 ming dollar dedim. 100 ming dollarni to'lash unchalik tez emas, lekin 200 ming dollar, 300 ming dollar bo'lsa-mu, yana necha yil ketishi mumkin. Shu 200 ming dollarni qanday ishtik to'lab bo'lishniki shu javobiy 5-sida. Masalan, 700 ming dollaringizdan 3% dan avvalsa, siz meyada 10% dan kirim qila olsangiz, demak, yani 7% qoldi sizga. 700 ming dollardan. 700 ming dollar 7% dan kirim qilsa, u degan 50 ming dollar, yilga 50 ming dollardan kirim qilayotgan bo'lsiz. Shunaqa, bu uyingizningki oxirgi qolgan yerini mayli 100 ming dollar yo 200 ming dollar bo'lsin, mal refinance qilib elib, qaytini o'zingiz eng bexatar yerga mablag' selib turib, ash kirim qilgan pulingizda texim ishtik, uyiningki pulni to'laysiz demak. 6-simi yalla refinance. Yalla refinance, u qanday refinance? O'zingizniki, masalan, yalla shu 500 ming dollaringiz to'lab 200 ming dollarlar qoldi. Ya 300 ming dollarlar qoldi. Ana keyin shu qolgan yerini, masalan, to'lab bo'lgan yerini ham hozirgi o'yiningki bahasini o'sgan yerini hisoblab turib, bankaga deb, men yana bir uy olmoqchi desangiz, anki men hozir yenimda pul yo'q, anki men 20% ni to'layolmayman. Men shu hozirgi uyimni go'riga qo'yib turib, yana bir uyni olmoqchi, o'simini shunda hisoblab bersangiz, sizdan bir puncha pul olmay, hozirgi uyingizni go'riga olib turib, yana bir uy olib bera oladi sizga. Yana bir uyni, yana buni 600 ming dollar desangiz, yana bir uyga erisha olasiz. Endi men bu yerda bunday desam, siz qaymoqman, men uyninki o'simini texim ishtigirak to'lab bo'laydi davatsam, nima uchun yana bir uy olma teximji qaz qilyapsınız go. Bu 600 ming dollar bilan buni bilan qo'shilib 700 ming, 900 ming dollar qilib qo'ydingiz go deb o'ylab qilishingiz mumkin. Lekin buni men jiq odamlarga tavsiya qilmayman. Qanday odamlarga tavsiya qilmaydigan chog'da, mush soda, korxonasi va bojni jiq to'laydigan odamlarga tavsiya qilmayman. Odatda ishchi bo'lsangiz, buni ancha tavsiya qilmayman. Chunki bu yerda qanday sizga foyda olib keladi desangiz, reverse gear, boj to'lagan chog'da reverse gearing bor. Reverse gearing degani, shu masalan, siz bojni jiqroq to'lasangiz, sizningki shu so'dingiz, korxonangizda bojni jiq to'laydigan ish bo'lib qolsa, mau ikkinchi uyingiz bu o'zingizning shaxsiy uyingiz bo'lmaydi, bu sizningki mablag' solgan uyingiz bo'ldi. Va birinchi uyingiz o'zingizning shaxsiy uyi. Buningda hech qanday boj tarafda hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Ikkinchi uyingiz bo'lsa, sizningki mablag' solgan uyingiz bo'ldi. Shuning bilan buningki uyiningki butun chiqimlari, uyni yasagan, ya bo'lmasa bir yerlarni o'ngishgan, har qanday bir narsalarni olgan yerlaringiz bo'lsa, hammasi bo'lib sizningki chiqimingiz bo'ldi. Bu chiqimingizni o'zingizniki shu korxonangiz so'dingizniki tafovutidan chiqarib olsangiz, bojni texim ozroq to'laysiz degan gap. Buni biz nima deymiz? Reverse gearing deymiz. Odatki shaxsiylar bo'lsa, mendek bo'lsa, men reverse gearingni tavsiya qilmayman. Faqat men shu bojni jiqroq to'laydigan odamlar bo'lsa, shuni tavsiya qilmayman. Buladimi reverse gearing, andan keyin fixed rate ni men pek yaxshi ko'rmayman. Fixed rate, masalan, hozir 3% to'lasangiz, fixed rate'da 2-3 yil qilib, ya bo'lsa jiqsa 5 yil, buni to'latib 1.8 ya 1.9% qilib bera oladi. Shunda tuvan qilib bera oladi odatdagidan, lekin jiqyalarda sizni kontrol qilib oldi. Ham hozirmi to'xtamay markaz banklar o'simini nisbatini tushirayotgan vaqtlar. Lekin men bir narsa demayman, balki bu yaqinda yana o'stirib qilish mumkin. Uni men uqmayman, lekin uzun yilga qarsangiz, 40-50 yil qarsangiz to'xtamay tushyapti. U yer bor.
Yana biri sizni beklam kontrol qildim. Şu an men onu o'zim qilmadim. Sizlarga tavsiya qilmayman, lekin o'zingizning shaxsiy fikr bilan qilsangiz bo'ldi. Shuningga bu yerdami bu 600 ming dollarlik uy ilib chiqimlam o'ylamaysiz. Yana birisi yana qanday kirim qila olayman deb o'ylaysiz. Masalan bu kirim degan chaqda uyingizni ijaraga bersangiz, aniki bu tapavat bo'ldi. Tapavat bo'lib, sizga kirim bo'ldi. Kirimingizda mushu uyning o'ziniki shu o'simini to'lab bo'lsa-mo, to'layalisizmi? Bu uyingiz vaqt agishib o'zining qiymatini yarata oladi. Birsi ham o'ziniki o'simini o'zi to'labmaydi. Agar ichib qolgan yer bo'lsa, yana birinchi uyingizniki o'simini tam to'lish berish mumkin. Anaki yana bu nima qila olasiz degan chaqda Airbnb bor. Airbnblarga uyingizni ijaraga berib, kundalikda mustaq chiqarib olsangiz bo'ldi. Bu taraflarda men ayrim so'zlab berman. Mush birinchi uyingizdami balkim Airbnblarga qo'yib, bir ayrim uyingizni mustaq ijaraga berib, pul tepib, o'zingizni to'lsangiz bo'ldi. Bu bir xil yaxshi amal. Ham degan uyninki o'simini qanday ishtigirak ham asarroq to'laymiz deganda mushunchalik so'zlab beray. Tushunmagidak yerlar bo'lsa, ya'ni to'liqligidek yerlar bo'lsa, menga inkas yozib qo'ying. Men qolgan kallam kap qolganlarni kilaqtim yana so'zlab beraman. Fixed rate and reverse gearing deganlarda men kilaqtim yana ayrim vaqt chiqarib so'zlab beray. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, boshmaltaqni besib qo'ying, boshlarga tavsiya qilib qo'ying. Ham davomli obuna bo'ling. Kilaqtim ko'chaylik. Allohga emanet. Buniki o'zim izib ketdim. 3%ni albatta 7%ni 10%